Eshitaman, hurmatli boshlovchi. Telefoningizga begona ayoldan SMS kelsa, xotiringizga nima deysiz? O'ylash uchun vaqt ketdi. Nima bu? Mening telefonimmi? Sizni telefoningiz. Qizlar bilan yozishganingizni qarang, uyalmaysizmi? Nasiba, Gulsana, Maftuna, Zarifa, Nunusha. Katyaga yuborgan rasmingizni qarang. Uni yuborgan rasmini qarang, uyalmaysizmi Bobur aka? Komash, mamosh. Shular bilan yozishib yuring, jonim ketdi. Bas. 1 minut vaqt bergin menga. Kim bu qizlar? Bor ketsa ketaver. Bor, qaror qildim. Bor ket. Sendan boshqasiga uylanaman. Qizlar qurib qoptimi? Nima erkakchilikda bo'ladi-da, yozishadi endi. Bor ket. Nima masala qaytib uyga kirmayman. SMS qaysi payt kelganligiga nima deb yozganiga bog'liqda bu narsani. Menda javob bor. Men o'zim javob beraman. Hurmatli boshlovchi, javob tayyor. Javobni o'zim beraman. Bunaqangi holatlar menda juda ham ko'p bo'lgan. Men bunaqa paytda absolyut xotirimni aldayman. O'zim jinnilikka olaman. Hech kim emas bu, tanimayman deb turib olaman men. Demak, keyingi savol. Ha, javobni aytmaysizmi? Navbatdagi savol Bobur yana sizga. Qo'sh. Kontaktingizdagi skoriy pomosh kim? O'ylash uchun vaqt ketdi. Bobur, bu masajni sen tanirkan. Yo'q. 2-3 marta kelgan ekansan-ku. Kim? Mana hozir o'ziga beryapman, jo'ra. Bu aniq qiz bola. Qiz bola bo'lsa sekretaring emasmi? Bobur aka. Oyijon yaxshi yuribdilarmi? Hali to'yimiz bo'lmasa oyijon deyapsizmi? Maqsadda yaxshi niyatda. Bilasizmi, to'yimizdan keyin Oyjonni eng yaxshi ko'rgan kelinlari o'zim bo'laman. Hamma xizmatlarini o'zim qilaman. Men ham xudo xolasa bo'lajak qaynonamni, ya'ni onajonimni eng suyukli kuyovlardan bittasi bo'laman. Onajonimni boshimda ko'tarib yuraman. Onajonim baxtimga sog'-salomat bo'lsinlar. Oyijonimiz baxtimizga sog'-salomat bo'lsinlar. Buncha baxtlimiz-ey. Yo, men uni qobil san. Yo'q, qo'shmayli. Mana kunga bo'lgan qizing bo'lishi mumkin. Mumkinmi boshmisizlar, qizlar, xatlisizlar? Toshkentlik. Wow, ziyomi ekanmiz-yu. Boshmisizlar, qizlar? Siz qishloqdanmisiz? Qayerdan bildingiz? O'rtalaringizni o'ynashini qarang. Yo, men uni Javohir santexnik deb saqladim. Yo, ana, biz bilan tog'ga borgan qiz o'shami? Javob tayyor, javobni Ikrom beradi. Hurmatli boshlovchi, skoriy pomosh bu biz bilan tog'ga borgan Boburning telkasi. Biz uni qachon chaqirardik, jo'ra? Tog'larga chiqsak, shu skoriy pomoshga telefon qilib chaqirardik, keyin pomoshni skoriy qilardik. Boburjon. Xotiringizga shu paytgacha necha marotaba xiyonat qilgansiz? Voy, yana qaytdi jonim. To'xtang! Siz nima? Sizga nima? O'marta 100 marta xiyonat qilganman. Nima shaxsiy savol beryapsiz? Zakotni normal savol berilardi-ku. Kimsiz siz o'zi? Ajalingman. Sen uyga borgan, burdalab tashlayman, xotinboz. Kelin! Oy kelin! Bobur aka, onangiz ovozini o'chiring, nimadir qilib qo'yaman. Ha, borsan ham onangga aytgin. Hammalar shuni yig'ishtirsin-da, boshqa kuyovnikiga borsin. Men uni kafilni olganim yo'q, shundaymi? Boshingizni ko'tarib yurmoqchingiz-ku? Ha, boshimda ko'tarmoqchi edim, bo'ynim og'riyapti. Gaping bormi? O'ldi kuyoving, o'ldi. Yeding kuyovni, yeding. Onam har yili meni urishadi. Qizlaring senga sog'a bermaydi. Insof bo'lsa ayting siz qizlar. Faqat sog'a olishni bilasizlar. Yo'q, yana yo'q. Bu yil ham senga sog'a yo'q, iloji yo'q. Uyalmasdan aytishing qarab beti yo'q, beti yo'q. Hop, nima qilishim xohlaysan? Ber sovg'amni. Xursand qilay ota-onamni. Yur menga sovg'a ber, paketga solib ber. Turingga ket, turingga ket. Iltimos sovg'a ber, paketga solib ber. Boringga ket, boringga ket. Nomard ekansan, jinni. Она отказал мне. Он только любит тебя. Не может быть. Он не любит меня.
Он только любит тебя. Нет, я люблю тебя! Нагина, ты любишь меня? А я некрасивая. У тебя внутри красивая! Понял? Тогда идемте ко мне меня. Пошилите. Вот видишь, у тебя внутри красивая! Я тебя люблю, Нагина. Я тоже! Давайте! Кудрёвый пацан идет на велике, а подбашеренский парень идет на гелике. Obbo молодец! Zap ish qilsanda, ha? Ana omi. Mashinangni tagidan har doim shamol o'tib tursin. Qayerdan shamol kiryapti? Mashinamni tagidan! Mashinamni tagidan shamol kelyapti! Boshing toshdan bo'lsin. Mayli bola. Yana kimga? Uyga gilam qoqlatuvdim, bolg'acham yo'q. Mix qoqib ber. Davay, nechilik mix? 100lik mix. Yur qoqam. Ket, davay. Topganingni har doim to'ylarga ishlat. Ismingiz aka? Po'latjon. Po'latjon. Kelin kuyov kim bo'lasiz? Hech kim. Nimaga unda to'yini beryapsiz? Men shunaqaman, topganimni to'ylarga ishlataman. Bugun yana 3 ta to'yim bor. Topganim to'yga, topganim to'yga. Qo'chqorday o'g'il bersin. Qingilla bo'lmalaring sanlar. Qingillashini qara bularni, yosh kelin kuyovda. Bor xonangga kirib yotlaring. Uncha baxtlimiz? Jirtakchalar qingillama. Urishtiraylik. Baxtimiz uchun. Sen bir uylanma ekan, satqayi o'g'il ket. Ya romantik muzika qo'ydi. Bitta ko'ray. Nima qilyapti? Bitta ko'ray. Shu muzikani skachat qilib biz ham eshitaylik. Hadi bug'lasak. Sanlar bilmoqchiman ekan, hammaga ayt xonchi olganingni. Makaron kalla bitta videoni bunday qilib xonchi oldingmi? Qanday olding bu xonchiki bu? Findi ferskisi nomsizlarmi? Nima meni ajratyapsanlar? Ya farfaraq ya. Hey!